Islom tarixida birinchi islomga kirgan kim? Ayol kishi. Rasululloh orqasida birinchi bo'lib namoz o'qigan kim? Ayol kishi Xadicha onamiz. Islom tarixida birinchi bo'lib shahid bo'lgan kim? Ayol kishi Sumayya, Ammor ibn Yosir onasi. Ka'batullohni, ya'ni Makkani o'ziga birinchi maskan qilgan kim? Hojar onamiz. Ayollar o'rni islomda katta. Ayol tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Bu kunda bizning ummat ayolga muhtoj. Shunaqangi onalarga muhtoj. Zubayrlarni tug'adigan, Xolidlarni tug'adigan onalarga muhtoj. Bu ayollardan xuddi shunaqa yonma-yon turdi. Imom Buxoriyni kim Imom Buxoriy qildi? Onasi. Imom Shofiyni kim Imom Shofiy qildi? Imom Shofiylar yetim o'tgan. 2 yoshida Rasul o'lib ketgan. Onasi tarbiyaladi. Onasi o'qitdi. Imom Buxoriyga kim hadis yodlattirdi? Onasi yodlattirdi. Demak, onalarda jamiyat o'rni katta. Onalarda isloh bo'lsa, jamiyat isloh bo'ladi.